Kartoshka xalqimiz ta'biri bilan aytganda ikkinchi non. Chunki u ham non kabi miyaga tegmaydi. Kartoshka nafaqat to'yimliligi, balki shifobaxshligi bilan ham o'ziga xosdir. Boshqacha jihatdan ikkinchi non atamasining o'zi ham ijtimoiy ahamiyatini belgilaydi va oziq-ovqat iste'molida muhim o'rinni tutadi. Zotan kartoshkaning sifatli va arzon bo'lishi har bir oila farovonligiga ta'sir qiladi. Hozirgi kunda qariyb 200 ga yaqin mamlakatda 400 million tonnadan ortiq kartoshka yetishtirilmoqda. Xitoy, Hindiston, Koreya, Rossiya, Ukraina, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Bangladesh, Polsha, Fransiya va Niderlandiya eng yetakchi ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. O'zbekistonda ham keyingi yillarda kartoshka yetishtirish hajmlari aholi sonidan ham tezroq o'sib bormoqda. Biroq uning qaysi urug'dan, qaysi hududlarda, qay muddatlarda ekishda aniq hisob-kitoblar ishlab chiqilmagani bois, uning hosildorligi pastligicha qolmoqda. Bundan tashqari kartoshka urug'i import o'rinda chetdan valyuta hisobiga keltiriladi. Prezidentimizning kartoshkachilikni ilmiy jihatdan rivojlantirish, hosildorligi yuqori bo'lgan xorijiy urug'lik, ilg'or tajribalarni qo'llash, ilm-fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini keng yo'lga qo'yish bo'yicha chiqargan farmon, qabul qilgan qarorlari ijrosini ta'minlash asnosida sohada ijobiy o'zgarishlarga qo'l urilmoqda. Binobarin O'zbekiston-Koreya xalqaro hamkorlik dasturi doirasida Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida O'zbekistonda kartoshka urug'chiligi tizimini rivojlantirish kadrlar salohiyatini oshirish grant loyihasi asosida keng ko'lamdagi ishlar boshlab yuborildi. O'tgan qisqa vaqt mobaynida O'zbekiston-Koreya kartoshka urug'chiligi markazi olimlari, mutaxassislar hamkorligida yurtimiz dalalarida yetishtiriladigan kartoshkaning o'nlab istiqbolli navlari urug'ini in vitro usulida tayyorlash yo'lga qo'yildi. Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Janubiy Koreya davlatining xalqaro bog'dorchilik instituti bilan birga hamkorlikda O'zbekistonda kartoshka urug'chiligini rivojlantirishda kadrlar salohiyatini oshirish mavzusida demak loyihada qatnashib turibmiz. Ushbu loyihaning qiymati 4,3 million AQSh dollarini tashkil etib, ushbu loyiha doirasida hozirgi kunda Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti O'zbekiston Koreya kartoshka urug'chilik markazi o'z faoliyatini boshladi. Ushbu markaz o'z ichiga demak in vitro laboratoriyasini hamda gidroponikali issiqxona tizimini, shu bilan bir qatorda net house deyiladi, ya'niki to'r bilan yopilgan issiqxonalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu loyiha umuman olganda urug'lik kartoshka yetishtirishda birinchi nuqtasidan to fermerlarga yetkazib beradigan darajagacha jarayonlarni o'z ichiga qamrab olib, dastlab in vitro laboratoriyasida o'sha sog'lom to'ganaklarning uch kimera sistemasidan demak to'qimalar ajratib olinib va laboratoriya sharoitida uni ko'paytirishga ixtisoslashgan bo'lib, bu laboratoriyada o'stirilgan ko'chatlarimiz gidroponikali issiqxona tizimida demak yetishtiriladi. Bu dunyoda boshqa urug'lik kartoshka yetishtiradigan davlatlar tajribasidan farqli tomoni ham shundaki, ya'ni in vitrodan chiqqan ko'chatlarimiz to'g'ridan-to'g'ri gidroponikali tizimda demak mini tuganaklarda yetishtirishga ixtisoslashtirilgan. Bu jarayondan keyingi jarayonlar, ya'ni net house'larda davom ettiriladi. Ya'ni gidroponikada yetishtirilgan mini tuganaklar keyingi bosqichda demak net house'larda o'stirilib, ko'paytirilib, undan keyingi jarayonlarimiz ochiq dalaga ko'paytirishga moslashtirilgan. Ushbu loyiha nafaqat O'zbekistonda kartoshka urug'chilik tizimini rivojlantirish, balki ushbu sohada kadrlar salohiyatini oshirishga ham katta e'tibor qaratadi. Ya'ni Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti ishlab chiqarish bilan ilmiy sohani integratsiyasini yo'lga qo'yish maqsadida ham bu juda katta samara bermoqda. Ushbu loyiha doirasida bir qator professor o'qituvchilar, yosh tadqiqotchilar, bakalavr hamda magistratura bosqich talabalari Janubiy Koreyada aynan kartoshka yetishtirishning turli bosqichlarini, ya'ni in vitro jarayonlarini o'rganish bo'yicha, qolaversa gidroponikali tizimlarni boshqarish bo'yicha, undan tashqari mana yaqindagina bir hozirgi kecha kunduzda Janubiy Koreyada bo'lib turibdi, bir doktorantimiz aynan kartoshkaning virusli kasalliklarni aniqlash bo'yicha laboratoriya jarayonlarini o'rganish bo'yicha demak malaka oshirish kurslariga qatnashib kelmoqda. Bu kabi loyihalar
respublikamizda kartoshka urug'chilik tizimini yanada rivojlantirishga va ayniqsa ushbu sohada kadrlar salohiyatini oshirishga yaqindan xizmat qilib kelmoqda. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi negizida amalga oshiriladigan bu jarayon bir nechta bosqichdan iborat bo'lib, har biri o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Dastlab ilgarilari chetdan keltiriladigan Santa, Picasso, Nevskiy va Janubiy Koreyada yetishtiriladigan Chubik, HS4, HS8, 16 navlari virusni aniqlaydigan maxsus laboratoriyada tekshiriladi hamda namunalarning meristema to'qimalaridan in vitro sharoitida urug'lik tayyorlashga kirishiladi. Muhim jihati uni nazorat qilish shu soha bo'yicha Koreyada tajriba oshirib kelgan talabalar, yosh kadrlar zimmasida. Ular o'zlariga topshirilgan vazifaga ilmiy jihatdan yondoshib, uni sidqidildan amalga oshirmoqdalar. Samarqand Agroinnovatsiyalar tadqiqotlar instituti 4-bosqich talabasiman. Hozirda O'zbekiston Koreya kartoshka urug'chilik markazida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Bu yerda faoliyatimni olib borganimga 2 yil bo'ladi yaqinda. Bu sohaga kirib kelganim menga juda ham katta yutuqlar berdi. Ya'ni 2025-yili fevral oyida 2 haftalik Koreyaga amaliyotimni o'tab keldim. Ya'ni u yerda biza o'sha O'zbekistonda kartoshka yetishtirishni, viruslardan xoli kartoshka yetishtirishda tajribalar olib keldim. Ya'ni u yerda biz o'sha O'zbekistonda kartoshka yetishtirishda, viruslardan xoli kartoshka yetishtirish, ularning texnologiyalari, har xil kasalliklardan xoli kartoshka yetishtirish. Ya'ni hozir men O'zbekiston Koreya kartoshka urug'chiligida laboratoriyada o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Ya'ni u yerda ko'chatlarni o'sha issiqxonalarga yoki tashqari parniklarga yetkazib berishda o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Keyin esa biz u yerda yetishtirilgan ko'chatlarimizni gidroponikaga hamda gidroponikadan keyin esa tashqari net house'larda, keyin esa ochiq dallarda yetkazib berilmoqda. U yerda maksimal o'sha ko'chatlarni yetkazish davomiyligi 1 oylar bo'ladi, 30-40 kun davomiyligi bo'ladi. Ya'ni biz ozuqa tayyorlaymiz, keyin esa yetishtirilgan ko'chatlarimizni ozuqa muhitiga qo'yib, ularni o'sha ozuqalar almashtirgan holda 1 oy 40 kun davomiyligida olib boramiz. In vitro laboratoriyasida amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha biz yetkazib bergan viruslardan xoli holda, kasalliklardan xoli holda yetkazgan ko'chatlarimiz bu yerlarga mana gidroponika usuliga hamda net house'larga yetkazib berish. Shu boisdan biz shu sohaga alohida e'tibor qaratib kelmoqdamiz. Maxsus laboratoriyalarda tegishli harorat, namlik orqali ma'lum o'sish nuqtasiga keltirilgan mitti urug'lar gidroponika usulidagi issiqxonalarga joylashtiriladi hamda uni sug'orish, oziqlantirish ishlari avtomatlashtirilgan holda boshqariladi. Nihollarga zarar keltiruvchi hasharot va kasalliklarga qarshi tadbirlar olim hamda mutaxassislar nazorati ostida asosan biologik usulda olib borilmoqda. Here is a hydroponic greenhouse which is conducted by O'zbekiston Koreya xalqaro hamkorlik loyihasining asosiy maqsadi gidroponika issiqxonalari orqali sifatli, hosildor, toza kartoshka urug'ini ishlab chiqarish, uni fermer, dehqon xo'jaliklari dalalariga yetkazib berish tizimini yaratishdan iborat. Chunki gidroponika usuli raqobatbardosh, bozorgir, urug'lik kartoshkani, ayniqsa uni virusdan xoli tayyorlashda juda qulay hisoblanadi. Sababi dala sharoitida yetishtirilgan urug'lik kartoshkaning aksariyati viruslar, turli xil kasalliklar va hasharotlar bilan zararlangan bo'ladi. Undan sifatli urug'lik tayyorlab bo'lmaydi. Shu boisdan biz nazorat ostidagi tizim orqali yuqori sifatli toza urug'lik kartoshka materiallarini ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Ushbu loyiha doirasida biz o'zbekistonlik kartoshka yetishtiruvchilarga ko'p miqdorda sifatli urug'lik kartoshka yetkazib bera olamiz va yakuniy maqsadimiz yurtingiz sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, aholining kartoshka mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda ozmi ko'pmi hissa qo'shishdir. Bu borada gidroponika usulining afzalliklari bisyor. kinds of disease and insects outside the field condition. Haqiqatan ham mamlakatimizga yuqori avlodli kartoshka urug'i yillar davomida asosan import yo'li bilan Rossiya, Niderlandiya, Polsha davlatlaridan keltirilar edi. Bunday kartoshkaning narxi, transport xarajatlari va sotuvchi ustamasidan kelib chiqqan holda uni mustaqil ravishda yetishtirish imkoniga ega bo'lgan mamlakatlarga qaraganda kamida 2 baravar yuqori bo'ladi.
Urug'lik kartoshka qiymati esa odatda uni yetishtirish xarajatlarida eng katta ulushni egallaydi. O'zbekiston-Koreya hamkorligi doirasidagi O'zbekistonda kartoshka urug'chiligi tizimini rivojlantirishda kadrlar salohiyatini oshirish loyihasi esa ushbu muammoni yaqin yillarda to'liq bartaraf etishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Hozirgi kecha kunduzda O'zbekiston-Koreya kartoshka urug'chilik markazida demak ko'plab navlar ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan ko'p yetishtiriladigan sante navini misol qilishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Janubiy Koreyadan keltirilgan qator yangi navlar ustida ish olib borilmoqda. Bu navlarda o'zaro taqqoslash orqali ulardagi hosildorlik ko'rsatkichlari, ayniqsa turli xil kartoshka kasalliklarga chidamliligi, qolaversa O'zbekiston tuproq iqlim sharoitiga mosligi, yuqori haroratga bardoshliligi kabi parametrlar bilan o'rganilib, ularni ichidan eng qulay va eng yuqori samara ko'rsatadigan navlarda kelgusida ko'proq ko'paytirishga e'tibor qaratilgan. Albatta, ushbu loyiha doirasida demak O'zbekistonda kartoshka urug'chilik tizimini rivojlantirish bo'yicha yaqinda ham Qishloq xo'jaligi vazirligi, qolaversa hududiy hokimiyatlar vakillari ishtirokida aynan kartoshka urug'chilik tizimini rivojlantirish bo'yicha bosh reja muhokamasi bo'lib o'tdi. Shu bilan bir qatorda yaqindagina shu muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 269-sonli qarorda ham mahalliy urug'lik kartoshka tizimini rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilgan. Bu kabi sa'y-harakatlar kelgusida o'zimizda, ya'ni milliy kartoshka urug'chilik tizimini ishlab chiqish orqali demak ishlab chiqaruvchilarimizda, fermerlarimizda demak milliy urug'lik kartoshkalarimiz bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Kartoshka dunyo bo'yicha bug'doy, makkajo'xori, guruch singari muhim oziq-ovqat mahsulotlari sirasiga kiradi. Bundan tashqari yer yuzida yildan yilga kartoshka yetishtiriladigan yerlar hamda hosildorlik ortib bormoqda. Sababi uning aholi o'rtasida iste'moldagi ulushi ko'paymoqda. Bu esa mahalliy sharoitda kartoshka urug'i mahsulot yetishtirishni ko'paytirishni taqozo etmoqda. Muhim jihati Samarqand Agro-innovatsiyalar va tadqiqotlar institutida koreyalik olimlar hamkorligida olib borilayotgan izlanishlar o'z samarasini ko'rsatmoqda. Yurtingizda olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonning tabiiy iqlim, yer, suv sharoiti bu zaminda erta bahordan kech kuzgacha 4 marta kartoshka yetishtirish imkonini beradi. Hozirgi kunda aynan shu maqsadda ish yuritilmoqda. Bu yerda tayyorlanayotgan 10 dan ortiq kartoshka navlari urug'lik sifati, hosildorligi, raqobatbardoshligi jihatidan xorijnikidan qolishmaydi. Dastlabki hisob-kitoblar shuni ko'rsatmoqdaki, yaqin kelajakda O'zbekiston o'z-o'zini bu to'yimli mahsulotga bo'lgan talabini to'la-to'kis qondiradi. Chunki yurtingizda kadrlar salohiyati yuqori. Ilmiy dargohning o'qituvchilari, talabalari loyiha doirasida o'z tajribalarini oshirish maqsadida bir necha bor Koreyada bo'lib, ilg'or ishlanmalar, ilm-fan yangiliklari, innovatsion usullar bilan tanishib qaytdilar. Bugun ular o'rganganlarini amaliyotda tatbiq etmoqdalar. Hozirda ushbu loyiha Koreyadagi Xalqaro bog'dorchilik instituti tomonidan amalga oshirilmoqda. Biz bu yo'nalishni Samarqand Agro-innovatsiyalar va tadqiqotlar institutida birgalikda takomillashtirish hamda kadrlar salohiyatini yanada oshirishda zarur imkoniyatlardan samarali foydalanamiz. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar hamkorligida kartoshka ishlab chiqarishning to'qima, gidroponika hamda net house'lar madaniyatini takomillashtirish texnologiyalari ustida ish olib borilmoqda. Through evaluating these kind of new potato varieties, I am going to select and develop new potato varieties for Uzbekistan. Hozirgi kunda ilmiy ishlanmalar va tadqiqotlar markazida yurtimizning iqlim sharoitiga mos bo'lgan 10 xil kartoshka navi urug'lari ustida ilmiy ishlar olib borilmoqda. Uning ichida Santa va Nevskiy navlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning hosildorligi, sifati, saqlash muddatlari talabga javob beradi. Biroq bizning sharoitda haroratning nisbatan yuqori bo'lishi kartoshkada bu turdagi fiziologik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu kabi ekologik muammolarga chidamli yangi navli kartoshka urug'ini yetishtirish hamda uni ko'paytirish muhimdir. Bugungi kundagi sa'y-harakatlar aynan shu maqsadga qaratilmoqda.
Hozirgi kunda gidroponikali issiqxona tizimimizda demak ikki xil usulda ko'chatlar yetishtirilib, mini tuganak olinmoqda. Hosili birinchi usuli ko'rib turganimizdek demak oddiy, masalan, gidroponika usulida ozuqali muhitda demak o'stirilgan kartoshka tuganaklari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi usuli bu o'sha maxsus substratlarda kartoshka ko'chatlarini yetishtirish orqali demak mini tuganak yetishtirishga ega bo'lyapmiz. Bu kartoshkani substratda yetishtirish, ya'ni yashiklarda yetishtirish bu an'anaviy usul hisoblanadi. Yevropada ham juda ko'p keng tarqalgan, ya'ni o'sha maxsus substratlarda mini tuganaklarni yetishtirish. Bizlarda hozir imkoniyatimiz bor. Gidroponikali tizim bilan yashiklarda yetishtirilgan tizimda demak urug'lardagi yetishtirilgan kartoshka tuganaklaridagi farqlarni bemalol ayta olamiz. Oddiy substratda yetishtirganimizga nisbatan demak gidroponikali tizimda yetishtirish, misol uchun kartoshka tuganaklarini karrasiga ko'p tuganak yetishtirish mumkin. Masalan, oddiygina santinavni olib qaraydigan bo'lsak, yashik usulda yetishtirilganda o'rtacha demak 8-10 donadan tuganak beradigan bo'lsa, gidroponikali tizimimizda bu ko'rsatkich 20 tadan 50 tagachani tashkil qilmoqda. Turgan joyimiz demak gidroponikali issiqxona tizimi to'liq smart texnologiyalar bilan jihozlangan. O'zining meteostansiyasiga ham ega. Ichkaridagi harorat, iqlim, temperatura bilan barchasi boshqariladi. Maxsus sensorlar orqali demak kartoshkani vegetatsiya davomida kerak bo'ladigan muhit ta'minlab beriladi. Misol uchun vegetatsiyani boshida demak harorat pastroq talab qilinadigan bo'lsa, maxsus qurilmalar orqali havo haroratini boshqarish, qolaversa havodagi namlikni boshqarish, shu bilan bir qatorda ozuqaga bo'lgan, ya'ni kartoshka o'simligi vegetatsiya davri davomida turli xil ozuqaga ehtiyoji yuqori bo'ladi. O'sha ehtiyojiga qarab demak qurilmalar orqali bu narsani ta'minlab beriladi. O'sha ta'minlab berish natijasida ham demak yuqori hosildorlikni ta'minlab beradi. Bu kabi issiqxonani yana bir qulaylik tomoni, biz bu yerdagi jarayonlarda masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ham egamiz. Bu loyihaning eng asosiy maqsadi aynan O'zbekistonda kartoshka urug'chilik tizimini yo'lga qo'yish va bunda albatta kadrlarga ehtiyojimiz yuqori bo'ladi. Bu sohada, ya'ni kartoshka urug'chilik tizimida kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan. Muxtasar qilib aytganda, loyiha dasturi asnosida kartoshka ishlab chiqarish sohasi salohiyatini oshirish, navlarni ro'yxatga olish va sertifikatlash tizimini takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlar yo'nalishini modernizatsiyalash, 3-avlod yuqori sifatli kartoshka urug'i ishlab chiqarishni rivojlantirish va tayyor mahsulotni 3 kamerali sig'imi 600 tonnalik sovutgichli omborxonalarda saqlash sharoitlarini yaxshilash, 40 ga yaqin net hauslardan samarali foydalanish borasidagi izlanishlar davom ettirilmoqda.